$260 1 kvadrat $260 kvartira topib qo'yganmiz. Korobka holati, birinchi etaj sokinli. Lokatsiyamiz Farg'ona shahar hokimiyati orqasida. Domni oldini bitta ko'rib, ichkariga kirib ketamiz. Bog'cha, maktab yaqin ekan. Mana ko'ryapsizlar, mashina parkovkaga joy, deski plashadkani ko'ryapsizlar bolalarni. Kvartiramiz birinchi etajda. Farg'ona shahardan so'raganlar jo'natib qo'yamiz. Koridorni ko'ryapsizlar, mana kafelar bosib qo'yilgan, chiroyli. Bitta birinchi etajda mana 3 tadan kvartira bor ekan. Xo'p, kvartiramizga kiramiz. Bismillah. Bunisi mana eng qizig'i aytayaptilarki, 3 xonali birinchi etaj, 3 xona, past sokuli bilan 177 kvadrat bo'lsa, mana uni o'zi 86 kvadrat birinchi etajda o'zi 3 xona. Mashina 31 mingga holasi berib yuboramizlar. Liba holasin, общий dosin $260 dan har bir kvadratiga berib yuboradilar. Sanuzelimiz, letniy kuxnamiz, xullas hamma yo'q qilib olasiz. Tashqarida agarodlarda ham dokumenti bor ekan. Ikki tomoni ham agorod. Fonni foydalansiz bo'ladi. Biznes qilgani ham podvalga kirib ko'rishlar mumkin. Bitta podvalni ham ko'ramiz. Narxi $260 dan общий sokil bilan olsangiz 177 kvadrat. Birinchi etajda o'zini olsangiz 3 xonalikda 86 kvadrat. Pastki raqamlar telefon qilsangiz baraka qo'ramiz. Mana shunaqa uylar chiqarishda davom etamiz. Podval ham juda ham katta, telefon qilaverasizlar.